Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar. Yevropadan nasliy mollar olib kelish bo'yicha bitta chiroyli taklif bilan chiqyapman. Именно sutni sifati bo'yicha Jersey zotli g'unojinlar taklif qilaman, chunki dunyo bo'yicha nomer 1 bo'ladi. Bular sut yo'nalishi bo'yicha. Mana aziz do'stlar, hozir kunda bular Daniyada ko'p, Daniya davlatida, Danimarkada. Shunaqa aziz do'stlar, tak kirib kelishi bilan bular bo'g'ozlik davri 3 oydan bunday qiladi. 3 oydan 6 oygacha bo'ladi. Kirib kelishi bilan g'ilita 2750-2760 yevroga borib qoladi. Aziz do'stlar, bo'g'ozlik, ya'ni 40 ish kunida kirib keladi bular. Mana shunaqa. Ozuqasiga ahamiyat beramiz. Silos, kepak. Mollar juda ham zo'r. Keyin Galshtein zotli mollarimiz ham bor. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Galshtein va Simmental parodali. Asosan sutga ishlaydigan. Bunimiz sut bilan go'shtga ishlaydi bu zotimiz. Bunimiz Galshteinimiz sutni miqdoriga ishlaydi. Bular esa sutni boyagi sifatiga ishlaydi, ya'ni yog'dorlik darajasiga ishlaydi. Aziz do'stlar, ma'lumot o'z o'rnida yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, like tayinlaysizlar va chorvador akalarimizga, chet eldan mol olib kelmoqchi bo'lgan, mana shu yo'nalishga qiziqib mol bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Videorolikni ana qaranglar. Jersey mana shuncha beradi deb kim o'ylaydi? Bu O'zbekistonda, oldin Amerikadagi fermalarni ko'rsatardim. Mana aziz do'stlar. Mana shunaqa aziz do'stlar. Bo'lsa like ayamang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.